Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Saudiya Arabistoni O'zbekiston fuqarolari uchun elektron viza olish imkonini yopib qo'ydi. Saudiya rasmiylari hozircha bu borada rasman izoh bermagan. Bu haj mavsumida haram hududiga noqonuniy kirishlarni oldini olish maqsadida amalga oshirilgan vaqtinchalik chora bo'lishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari uchun onlayn sayyohlik vizasini olish imkoni 2023-yil avgust oyida ochilgan edi. Ko'p martalik ushbu viza yil davomida umra qilish hamda podshohlik bo'ylab sayohat qilish imkonini beradi. Narxi taxminan $130 atrofida edi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.